Gollandiyadagi Uyg'ur faoliyatchilaridan Abdurim G'ani Uyg'ur va Abdurahmon Uyg'ur qatorliqlar Xitoyning Danhaq shahridagi chag'alliq faoliyatiga oy yulduzliq ko'k bayroq bilan qatnashib, ularni mat qildi. Ular necha soatlab fursat kutib, Xitoy ishg'oliyatchi kommunist hokimiyatining Danhaq shahrida uyushtirgan saxta tashviqotiga qarshi maydonga chiqib, boturlik bilan Xitoy irqiy qirg'inchilikni to'xtat, Sharq Turkistonga erkinlik, Sharq Turkiston Xitoyning bir parchasi emas degan shiorlarni to'ladi. Ma'lum bo'lishicha, Xitoylar bu faoliyatda Xitoy bolalarga Uyg'urcha an'anaviy kiyimlarni kiydirib, usulga solgan bo'lib, faoliyatchilar bu vaqtda norozilik bildirishni planlagan bo'lsa-mu, lekin saqchilar va omonlik qo'g'duvchilarning to'sqinligiga uchragan. Birlashgan Davlatlar Ma'rif, Ilm-fan va Madaniyat Tashkiloti Divoni Lug'at Turk nomli asarning 950 yilligi munosabati bilan 2024-yilni bu ulug' asarning yili deb e'lon qilgan. Afsuski, tilshunoslik sohasidagi bu nodir asar Xitoy kommunist hukumati tomonidan o'z vatani Sharq Turkistonda cheklangan va yig'ib olingan. Yana bir tarafdan Xitoy doiralari Uyg'urlarning bu shohona asar va uning avtori Mahmud Qashqari bilan bo'lgan munosabatini uzish uchun ta'tir tashviqot va buzg'unchilik harakatlarini davomlashtirmoqda. Turkiyaning Gaziantep shaharlik hukumati Xitoy uslubida bog'cha qurgan bo'lib, ishg'oliyat ostidagi Sharq Turkistondagi millionlagan musulmon irqiy qirg'inchilik uchrayotgan bir paytda elib berilgan bu harakat norozilik qo'zg'adi. Egilishicha, Gaziantep shaharlik hukumat qurgan Galli bog'chisiga Xitoy uslubidagi bir bog'chaning qo'yilishi inkas qo'zg'adi. Ma'lum bo'lishicha, Gaziantep shahri 2016-yil 9-oyning 23-kuni Urumchi shahri bilan do'stlik o'rnatgan. Afsuski, shaharlik hukumat Uyg'urlarga vakillik qilgan qurilishlarni emas, balki Xitoyga vakillik qilgan ravoqlarni selib, fanuslarni osgan. Amerikaning sobiq prezidenti Donald Trump "Men Xitoydan 400 milliard dollar oldim, ular ancha xushal bo'lmadi. Keyin tuyuqsiz Xitoy virus paydo bo'ldi" dedi. Agar Bayden va uning agashguvchilari yana g'alaba qilsa, Xitoyning Amerikada hukmronlik qiladiganligini bayon qilgan Trump, "Men Xitoydan 400 milliard dollar oldim, ular ancha xushal bo'lib ketmadi. Keyin tuyuqsiz Xitoy virus paydo bo'ldi" dedi. Xitoyning Nanjing shahridagi bir egiz binoda yuz bergan o't ofatida 15 odam o'lgan, 44 odam yaralangan. Egilishicha, Xitoyning 8 milliondan ortiq nufusi bor Nanjing shahrining Yuxatay rayonidagi bir egiz binoda noma'lum sabab bilan o't ofati yuz bergan. Elektronlik velosiped saqlangan egiz binoning birinchi qavatida o't ofati yuz berib, nihoyat tezlab boshqa necha qavatga tutashgan. Doiralar o't ofatida 15 odamning o'lib, 44 odamning yaralanganligini bildirdi. G'azzadagi Zionist yahudilarning begunoh kishilarga qaratgan qirg'inchiligida shahid bo'lganlarning soni 29606 ga yetdi. G'azza Sahiyya Ministrligi 7-oktyabr G'azzaga hujum boshlangandan buyon qazo qilganlarning sonining 29606 ga, yaralanganlarning sonining 69737 ga yetganligini e'lon qildi. Juma kuni Janubiy Afrikaning Gollandiyada turishliq bosh elchisi Osimozi Mudonisila barliq davlatlarni o'z davlatining xalqaro adliya sotiga Isroiliyani G'azza rayonida yuz bergan irqiy qirg'inchilik jinoyatiga mas'ul qilish to'g'risida sungan arziga ovoz qo'shishga chaqirdi.